Narxi qulaydan qidirganlar bo'lsa, akalar, srochniga 34500 AQSh dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Dafiksef Euro 5 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 1,426,000 kilometr masofani bosib o'tgan 8 tali mexanika korobkada. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi, akalar. Baklari bir tomonda 760 litrli bak, bir tomonda 380 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue'si uzdirib qo'yilgan ekan. Keyin buni bakiga GPS ham o'rnatib qo'yilgan, pulini to'lasa ishlayar ekan. Balonlarning holatini ham mana videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Tigachi bu orqa balonlarning holati. Bu mana oldi balonlarning holati, yangi holatda turibdi. Pritsepi Krone pritsep 105 kubali mega moslari saf mos resorlik ekan. Balonlarning holati ham yaxshi holatda turibdi. Pritsepi ichlari ham usilinni qilib qo'yilgan. Pritsepda ham, mashinada ham hech qanday kamchilik yo'q deb egalar aytayaptilar. Kladishni ham yaqinda ko'rsatib qo'ygan ekanlar. Boshqa o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni egalar o'zlariga telefon qilib olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Bu videoni srochni mana shunaqa qulay narxda qidiruvga Forex tanishdagi maksimalni tarqatib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.